Kelin mana 1 minut bo'l, mana yarim sekund aka. Kelinga ko'chaga chiqibdi-da, Bo'l aka. Ekstreniy vaziyatda ketamiz. Qanaqa vaziyat? To'yxonadan kelin-kuyov chiqish kerak, mashina qullanib qolibdi. To'yxonaga iltimos uchirtirib kel deyishdi, o'shanga imkon boricha tezroq ketamiz. Vaziyat ham bo'lib turadi bizda. Endi bu ham ekstreniy vaziyatga kiradimi, nima deysizlar? Men kiradi hisoblayman, chunki kelin-kuyov chiqib ko'chada turmaydi-ku. Hayotida bir marta bo'ladigan voqea paytda ko'chada qisib tursa bo'lmaydi. Shuning uchun ochamiz, yopamiz, sirasi ketamiz. Voy, bratan, tezroq yuring. Qochish butdan orasiga solamiz endi boshqa holatda. Davay. Bismillah. Hoppa. ketib qoldingiz. Shundan o'ngga qayraman, kartinkadan ko'chaga kiraman, aka. Orqa tarafdan. Orqa tarafdan aka. Mapdan chiqib yotgan. Mapdan chiqib yotgan ekan dedilar. Bratan. Xotiram men tez ketamiz aka jonim. Bola qolib ketganda mana qanot chiqarib uchardim undan qilib. Bunaqa paytda maksimal kuchimni ishlataman, maksimal. Buning ichida 80 tot bo'lsa 95 tasi yordam keladi. O'shanda nechta bo'lyapti? 80 ga 90, 95 dedim. 95. 80 ga 95 nechi bo'lyapti? 175. Onasini ham matematikadan bor, rosta kasbikkiga o'qiganman-da, bor. Shunaqa gaplar. Kelin mana 1 minut bo'l, mana yarim sekund aka. Kelinga ko'chaga chiqibdi-da, Bo'l aka. Suribganman aka, istabor o'taman. Davay. Qani. Voy, mashalloh, joyiga keldimi? Charchan. Nima o'ylab qarasa? Yomoni bo'ldi. Salom. Charchan. Yo'q, xudo xolasa. Bismillah. Ha, buni eshigiga qalin-a? Ha. Endi lekin. Tortsangiz, buni tortsangiz. Mana aka. Mana. Juda qiyin vaziyat lekin. Yo'q edi yonida pastda amallab bora qoldim. Esda qolarli vaziyat bo'ldi. Bunaqasi bo'lmagan. Mayli, eslab yurishadi. Erta postga qo'yaman, eslab yurishadi. Nomi qarab turib postga qo'yaman. Eng omadli kuyov jo'ramisiz? Eng omadli kuyov jo'ra bo'ldingiz. Ya, bizda mana syomka bo'pti. Yo'q.